Bugun Ozarbayjondan kelgan torni Xorazm tori bilan solishtirib ko'rsatamiz. Zuvchanalari baribir любой tor bilan solishtirib ko'rganda O'zbekistonda hali buni jarangli tor eshitmaganman. Necha yildan beri usta bo'lsam. Mana o'zlaringiz xudo xolasa farqini eshitib o'zlaringiz baho berasizlar. Bu Xorazm tori, bu Ozarbayjon tori. Ikkalasi ham sigiga sozlangan. Mana birinchi o'zlarimiz yasagan yangi torni sal ko'rsatamiz. Endi yangi bo'lgani uchun hali ko'proq chalinish kerak, sразу o'chib qolyapti. Endi buni ovozini eshitib baho beraylik. Endi o'zimniki yomonlayotganim yo'q, bizda ham yaxshi torlar bo'ladi, lekin bunaqa tor hali o'zim eshitmaganman. Aka-ukalar, torni ovozini eshitib o'zlaringiz baho berasizlar. Bu torimiz sotiladigan tor, sotuvda, xudo xolasa. Bunaqa jarangli torlar Ozarbayjonda ham masalan har doim ham chiqarmaydi. Masalan 100 ta tordan bitta, ikkita chiqadigan noyob torlardan biri. Materiali ham, chiziqlari katta-katta, shuning uchun ham ovozi, obyomi zo'r. Futlyarlari ham Ozarbayjondan kelgan, xudo xolasa. Dokument hamma narsalari bor. Shu torimiz sotuvda. Bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.